Bu avtomobilda shunaqangi darajada spetsifikatsiya, funksiyalari shunaqa ko'pki, Xitoy bo'lmasa ham qo'limga spiska qo'yib oldim, shunchalik ko'pligidan adashib ketmay yoki esdan chiqib qolmasin deb. Qarang, massaj, sky lounge mana ko'ryapsiz tomlarda, panorama, alcantara, ikkita двойной подвеска. Bu Yevropaga kelmas ekan. Allohning izni bilan chiroyli qilib mana egalariga yetkazib beramiz O'zbekistonga. Merino Charm elitni va eng zo'r o'sha ko'jalardan bo'ladi. Ventilyatsiyalar, R23 diskalar, M dizayn paketda paket bo'ladi mashinamiz va hokazo opsiyaga ega bo'lgan avtomobilimiz. Derivanniy ko'rasizlarmi, obshivkalarni, head-up displeylarni. Oybek aka, Alloh xayrli qilsin egalariga, nasib qilsa yaxshi kunlarga. Avtomobil haqida qisqacha ma'lumot. Nima bu o'zi? Qanaqa avtomobil shunchalik darajada men spiska qo'ydim aka, qarang. Bu en top komplektatsiyasi, o'sha Yevropalarda bo'lmagan mana pnevma deymiz, ya'ni off-road rejimlari ham bor. Hujjatlari ham tayyor bo'lib Hamma narsasi tayyor bo'ldi. 26 kuzov, 26 model, R23 diskalarda aytib o'tganingiz, scan launch, sidena massaj, hamma narsasi o'rtog'im bilan M paket kelgan yangicha remellarda, buni ham ko'rsatib o'tib keting. Mana hozir M dizayndagi remellarigacha ham bor. Bu X7 ni 40 ayni eng fulli. Bundan boshqa fulli yo'q ekan. Allohning izni bilan bizda yana bor-a, Oybek aka, buni? Bor. Xudo xolasa ketma-ketlik bilan aytib o'tdingizmi? 26 kuzov bilan sotganmiz. 26. 6 ta yana bor. Общий 7 ta sotganmiz. Birinchisi mana chiqib ketyapti 26-yilda. Xudo xolasa 6 ta, keyin 5 ta kelik ham aytib o'tib ketayman birga. Egalariga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Ajoyib ekan, lekin men bunaqangi to'liq opsiyasini endi ko'rishim aka. Alloh xayr qilsin. Kimki ko'rayotgan bo'lsa, o'shalarga ham Alloh g'oyibdan aytqizsin, bizani sabab chiqsin.